Assalomu alaykum hurmatli Max taksi haydovchilari. Boshlagan ishingiz xayrli va barakali o'tsin. Bizning barcha ofislarimiz ish faoliyatini olib bormoqda. Bizning bosh ofisimiz Namangan ofisi Sumalak svetofordan o'tganda o'ng qo'lda joylashgan. Ofisimiz esa Nukus shahar Dumaloq bozor Optima avtokonning yonida joylashgan. Keyingi ofisimiz esa Urganch shahar Asr Meydan yonida joylashgan. Keyingi ofisimiz Jizzax shahar O'zbekiston mehmonxonasi to'g'risi mebelchilar qatorida joylashgan. Farg'ona shahrida ikkita filialimiz mavjud. Birinchi filialimiz Marhabo bekati Evus ro'parasida, ikkinchi ofisimiz esa Oqsaroy yonida joylashgan. Keyingi ofisimiz esa Qarshi shahar yong'in xavfsizligi boshqarmasi ro'parasida joylashgan. Toshkent shahrida esa 3 ta filialimiz mavjud. Birinchi filialimiz Chilonzor Kattaqani Ibn-Zabrovka ro'parasida joylashgan. Ikkinchi filialimiz esa Muhimboyev Avtoritet Moyka ro'parasida joylashgan. To'g'ri ishlaydigan ofisimiz manzili Sergeli tumani Moshina bozor yonida Dodo Pizzani ro'parasida joylashgan.